Assalomu alaykum. Men Omonov Temurbek, Toshkent kimyo texnologiya institutida neft va gazni qayta ishlash kimyoviy texnologiyasi kafedrasi 3-bosqich talabasiman. Menga berilgan mavzu izomerlash jarayoni. Izomerlash jarayoni o'zi bu yengil normal parafin uglevodorodlarni mos izotuzilishdagi uglevodorodlarga katalitik o'zgarishiga aytiladi. Bu izomerlash jarayonida asosan jarayon sxemasi shu hisoblanadi va bu ikki qismdan, ya'ni reftikatsiyalash va izomerlash bloklaridan iborat bo'ladi. Reftikatsiyalashda shu xomashyolar oldindan fraksiyalarga, ya'ni pentan va geksan fraksiyalarga ajratilgan bo'ladi. Izomerlashda esa izomerizat olinadi. Jarayon borishi 52 gradus Selsiy haroratda boshlanadi va boshida 17-adsorberdan xomashyo to'yingan adsorbent bilan birgalikda 8-reftikatsion kolonnaga ajratishga keladi va bu yerdan izopentan fraksiyasi yuqori qismidan chiqadi va keyingi reftikatsiya uchun 5-butan reftikatsion kolonnasiga boradi. Pastki mahsuloti esa 9-pentan reftikatsion kolonnasiga keladi. 9-pentanning yuqori qismidan massasi 91% massali bo'lgan N-pentandan tashkil topgan fraksiya 6-issiqlik almashinishga kelib, 12-quvurli pechda qizdiriladi va 11-reaktorga kelib yig'iladi. 9-kolonnaning pastki qismidagi mahsulot esa 10-geksan reftikatsion kolonnasiga yuboriladi. Reaktordan mahsulot 6-issiqlik almashtirgichda 7 va 3-havoli va suvli sovutgichlarda sovutilib, 2-separatorga kelib yig'iladi. Separatorning yuqori qismidan vodorod saqlagan gaz, sirkulyatsiyalanuvchi gaz 14-adsorberga kelib tushadi. Pastki qismidan esa fraksiya 16-kolonnaga kelib barqarorlashtirish uchun yuboriladi. 16-kolonnada barqarorlashtirilganidan so'ng u 8-reftikatsion kolonnaga yuboriladi. 14-adsorberda esa vodorod saqlagan gaz va sirkulyatsiyalanuvchi gazlar oldindan natriy A tipidagi seolitlardan o'tkaziladi va bu maqsad katalizatorning kislotalik xossalarini saqlash maqsadi hisoblanadi. 17-adsorberdagi izopentan fraksiyasi barqarorlashtirish uchun yuqori qismidan geksan sug'orish maqsadida beriladi va u barqarorlashtiriladi. Ushbu jarayonda olinadigan asosiy mahsulot izopentan fraksiyasi hisoblanadi va uning massa ulushi 93-97% massani tashkil qiladi va bunda oktan soni 77 dan 90 ga ko'tariladi.